Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarim. Bugun biz butun dunyoda qiziq nuqta bo'layotgan Qozog'istondagi voqealar haqida to'xtalib o'taylik. Qozog'istonda nima ishlarning bo'layotganligini aytib o'tishdan burun biz Qozog'iston bilan qaytadan tanishib chiqaylik. Qozog'iston vatanimiz Sharqiy Turkiston bilan 1700 kilometr doirada chegaralangan bo'lib, Sharqiy Turkistonning mustaqillik ko'rishiga zich munosabatlik va nihoyat muhim jo'grafiyalik o'rinda. Qozog'istonning yer ko'lami Sharqiy Turkistonning yer ko'lamiga qaraganda 2 hassa cho'ng bo'lib, Turkiyaning yer ko'lamining 4 hassasiga to'g'ri keldi. Qozog'istonning umumiy nufusi 19 million bo'lib, bunun ko'p qismi Uyg'urlar, Qozoqlar va Ruslardan tarkib topadi. Qozog'iston xalqi va Qozog'iston tuproqlari Sovetlar Birligi tomonidan 70 yildan ortiq ishg'ol qilingan va nurg'unlagan zulmlarga va qirg'inchiliklarga uchragan. Sovetlar ittifoqi parchalangandan keyin Qozog'iston o'zining mustaqilligini e'lon qilgani 30 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ta bugungi kunga qadar Ruslarning va Xitoylarning talon-tarojlariga va besimlariga uchrab kelmoqda. Qozog'iston tabiiy gaz ishlab chiqarishda, yer osti boyliklari, neft, oltin, ko'mir va shunga o'xshagan boyliklarni qazib chiqarishda va ishlab chiqarishda va butun dunyoga setib chiqarishda dunyo bo'yicha 12-o'rinda turdi. Ammo bu yer osti boyliklarini neft, oltin, tabiiy gaz va undan boshqa nurg'unlagan boyliklarni qazib chiqarishda, ishlab chiqarishda va boshqalarga setishda asosiy jihatdan Xitoyning monopoliga uchragan. Qozog'istondagi umumiy yer osti boyliklarining foydasining faqat 12% Qozog'istonga kelib qoladi. Undan boshqa boylikning 88%ning ko'p qismini Xitoylar va Ruslar monopol qilib olgan bo'lib, Qozog'iston xalqi 30 yildan beri ocharchilik, yo'qsullik va adolatsizlik ichida yashab kelmoqda. Qozog'iston mustaqilligini e'lon qilib 30 yildan beri ta bugunga qadar Qozog'istonni faqat bir kishi boshqarib kelayotgan bo'lib, u kishining ismi Nursulton Nazarboyev. U 2019-yili o'z vazifasidan istifa bergan bo'lib, istifa bergan bo'lsa-mu, vazifani o'zining qo'l ostidagi biraylarga topshirib bergan. Qozoq xalqi Xitoylarning va Ruslarning o'z davlatini sumirayotganligiga norozi bo'lib va Nursulton Nazarboyevning 2019-yili o'zining vazifasidan istifa bergan bo'lsa-mu, ta hozirga qadar parda orqasida davlatni boshqarayotganligidan norozi bo'lgan. Nursulton Nazarboyev va uning qo'l ostidagi davlatni boshqarayotgan hukumat xodimlari Qozog'iston xalqining qimmat qarshiga, milliyatchilik va diniy irodasiga qilcha hurmat qilmay, faqat o'zining qo'llovchilariga, o'zining urug' tuqqanlariga va yekillarga nurg'unlagan vazifalarni berish va ularni boy qilish orqali o'zining hokimiyatini mustahkamlagan. Qozog'istondagi boylar bo'lsa nihoyat boy bo'lib, kambag'allar nihoyat echinishli ahvolda. Qozog'istonda oxirgi bir necha yildan beri Qozog'iston xalqi oz sonliq bo'lsa-mu, hukumatning bu qilmishlariga o'zining noroziligini ifodalab kelmoqda edi. Qozog'istonning yer osti boyliklari va tabiiy gaz ishlab chiqarishdagi alohidligiga qaramasdan 2022-yil 1-oyning 1-kuni Qozog'istondagi tabiiy boyliklarning ko'pligi, ammo xalqning nomrodligi va hatto mol bahosining to'xtamasdan o'sib ketishi, ocharchilikning eg'irlab ketishiga qarata hukumatga bo'lgan noroziligini o'ttirib qo'ygan. Qozog'iston xalqi 2022-yili 1-oyning 1-kuni mol bahosining tuvanlishi, tabiiy gaz bahosining, may bahosining tuvanlishi uchun hukumatga noroziligini bildirib namoyish boshlagan edi. Hukumat 48 soat ichida, ya'ni 2 kun ichida xalqning bu noroziliklariga qarata hech qanday javob bermagan va pisand qilmagan. Shuning bilan xalqning noroziligi texmi eshib, ko'chalarga 100 minglagan, necha 100 minglagan kishilar to'kilib, hukumatning istifa berishini talab qilgan. Bu namoyishlarni bostirishga qodir bo'lmagan hukumat istifa berib, mol baholarini tushirgan bo'lsa-mu, Qozog'iston xalqi buning bilan to'xtab qolmay, qonun tuzumlarining sistemining butunlay almashib, Xitoy va Rossiyaning sömürgüçilerining oxirlashi uchun davomli turib noroziligini bildirgan va Qozog'istondagi nurg'unlagan soqchilar va askarlar qozoq xalqi tarafga qo'shilib ketgan. Shuningdek keyin Qozog'istonning hozirgi prezidenti o'zining atrofidagi bexatarlik organlarining boshliqlarini ishdan bo'shatgan. Hatto Qozog'istonning o'ziga taalluq bo'lgan Qozog'istonning ichidagi 110 ming askarga ishonmay, Rossiya va Armanistonga o'xshash boshqa davlatlardan askar kirishini va namoyishni bexatarlik berishini talab qilgan. Qozog'iston xalqi bo'lsa, texim noroziligini ifodalab, Qozog'iston prezidenti tashqi kuchlarga qozoq xalqini qirdirmoqchi degan shiorlar ostida texim kuchaymoqda. Qozog'iston xalqi yana axborotchilarga, gazetchilarga, xabarchilarga erkinlik berish kerakligini talab qilgan. Hozir Qozog'istonda umumyuzlik aloqa va tor vositalari kesilgan bo'lib, yurt ichida va yurt dışida insonlarning bir-biridan aloqa qilishi imkonsiz holga kelgan. Xalqarodagi nurg'unlagan siyosiy analizchilar Qozog'istondagi bu namoyishning mol bahosining va gaz bahosining o'sib ketishi tufaylidan emas, balki Türk davlatlari birligining qurilganligiga qarata Rossiya va Xitoyning istixborot o'yini ekanligini aytishmoqda. Yaqinqi bir necha kundan keyin Amerika prezidenti Joe Biden bilan Rossiya prezidenti Putin Qozog'iston masalasini qanday hal qilish to'g'riliq ko'rishmoqchi ekan. Oxirgi bir necha kunda Qozog'istondagi tor vositalari va aloqa vositalari butunlay kesilganligi uchun Qozog'istondagi namoyish ahvollari qaysi xil ahvolda davomlashayotganligi ma'lum. Ammo Qozog'iston prezidenti namoyishlarga qarshi hech qanday ogohlantirish berilmasdan namoyishlarga qarshi o'q chiqarishni
namoyishlarni bostirish uchun qo'ldan kelgan bütün imkoniyatlarni qo'llanib, qattiq qo'lliq bilan harakat qilishga buyurgan. Va hatto Qozog'istonda namoyish qilayotgan namoyishchilarni terrorchi deb e'lon qilgan. Namoyishchilar bundan burun hukumatning qurol-yarog' bazalarini qo'lga olgan bo'lib, xeyli ko'plagan namoyishchilar qurollangan. Qozog'istondagi hozirgi ahvollarga qaragan chog'da Qozog'istonning keyingi ahvollarda qanday o'zgarish bo'lganligi, bu qarshilik namoyishlarning qanday oxirlashadiganligi to'g'riliq hech kim aniq bir narsa demayotdi. Ammo biz Alloh subhanahu va taolodan buni Qozoq xalqiga va Sharqiy Turkiston xalqiga, Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga manfaatli qilib berishini tilaymiz. Görüşkice aman bo'g'aysizlar. Allohga emanet.